Bormasinlar. Ovqatga unavardingizmi? Voy, o'choqni ovqati juda boshqacha bo'ladi-da. Oyijon, mana buni archib bering, asalim. Xo'p. Hozirda xo'p bo'ladi. Juda kesib tashlamaginda. Buni mamnun qilib, sekin yupqa qilib artadi. Mundoq qarasam, oyijon, qishloqdagi eng go'zal, eng shirin, eng lobar, eng dilbar ayol o'zingiz ekansiz, oyijon. Asti gapirma. Yoshligimda hamchi ortimdan yurganlarni son-sanog'i bo'lmagan. Lekin cholim rahmatli 16 yoshimda shappa uylab olganlar. Nomuncha erta. Boshqasi olib ketib qolmasin deb qo'rqqanlar-da. Asalim mana. Oyijon, mana bularni ham o'zingiz archib bera qoling. Shunaqa chiroyli chiqyaptiki sizniki. Hozir. Oyijon, meni haydab bormaysiz-a? Voy, ko'ngling to'q bo'lsin. Sendagi kelini haydaydigan ahmoq yo'q. Hamma ishchi iblar ekansan. Uchar ekansan, lekin uchar. Voy